Assalomu alaykum. Mani tinglayotganlar, mani tinglovchilar. Men Halima xonim. Mo'jiza oyimizda kanalimiz a'zolari uchun va boshqalar mani tinglaydiganlar uchun, qalbidan uzoqlashganlar uchun, qalbini unutganlar uchun, qalbini sesini tinglamaydiganlar uchun, hammamiz uchun, o'zim uchun ham, siz uchun ham, hammamiz uchun bugun men bir meditatsiya tayyorladim. Bu ruh shifosi, ruh uchun shifo meditatsiyadir. Uni shunchaki qaytarmang. Uni ruh bilan, qalb bilan his qilgan holda qaytaring. Ko'zingizni yuming. Bu shunchaki eshitilish uchun emas, bu shunchaki o'qish uchun emas, bu shunchaki eshitiladigan meditatsiya emas. Buni har bir so'zlarini ichida nur bor, shifo bor. Va ko'zingizni yuming. Qalbingizni oching va har bir satrini nafasingiz orqali ichingizga qabul qiling. Agar ichdan yig'i kelsa, yig'lang. Agar yurak tepsa, demak u hozir tirik. Siz tayyorsiz. Ruhiy shifo uchun eshiklar ochildi. Biz hammamiz tayyormiz. Tayyorlaning va ko'zlarimizni yumamiz. Chuqur nafas olib chiqaramiz. 4 soniya nafas olamiz. Burundan chuqur nafas olamiz. 3 soniya ushlab turamiz va 4-soniya chiqaramiz. Chuqur nafas olamiz va chuqur chiqaramiz. Ko'zlarimiz yumilgan va o'zimizni dunyoni eng so'lim, eng go'zal, eng chiroyli tabiat manzarasida. Kimdir sharshara tagida, kimdir hovuz bo'yida, kimdir dengiz sohilida, kimdir falakka boqib xayol suryapti. Va ichimizdan his qilib boshlaymiz. Tinchlan, tinchlan, ko'zingni yum, yurakning tuprog'iga qadam bos. Ey mening qalbim, sen ko'p yig'lading, sen ko'p sabr qilding. Endi men senga yetdi deyman. Endi men seni quchoqlayman. Men sendan yuz o'girgan kunlarim uchun kechir. Men seni eshitmaganim, tinglamaganim uchun kechir. Kechir men seni sevmaganim uchun. Tan olmaganim, qabul qilmaganim uchun meni kechir. Endi men sen bilanman. Har nafasda, har og'riqda, har quvonchda men seni tinglayman. Sen og'riysan, bu sen tirik ekaning. Sen yig'laysan, bu seni qalbli ekaning. Sen sukutdasan, sukunatdasan, jimsan. Bu sana
eng yaqin haqiqatdasan. Haqiqatdaliging, sukunatdaliging, jimliging bu mani eshit deyotganing. Manga ham qara, mani ham tingla deyotganing. Birpas to'xta deyotganing. Man bilan bo'l.